O'tkir aka, molga stress bermasdan vaznini qanaqa qilib oson o'lchasa bo'ladi? Molga stress bermasdan vaznini o'lchash kerak emasligiga bitta usulni ko'rsataman. Unda oddiy metrdan, yumshoq metrdan foydalaniladi. Hayvonni harakatsizlantirgan holda uni ko'krak aylanasini o'lchanadi. 1.77 yelka ko'krak aylanasi. Undan keyin old ko'kragidan orqa tos suyagini uchiga qadar o'lchaymiz. 1 metr 60 santimetrni tashkil qildi. Mana shu ko'rsatkichni ko'paytirmasa, mana shu qora molimizda vaznini aniqlab beradi. Bizda bu nimaga kerak? Bizda bu bizon platformasi orqali ratsion olish uchun, vaznini o'lchab yozish uchun kerak bo'ladi. Mana shu ko'rsatkichlarni ko'paytirib o'zgarmas son bo'lgan sut yo'nalishi bo'lsa, agar 10.800 ga go'sht yo'nalishi bo'lsa, 10.000 ga bo'lib vaznini aniqlash mumkin. Ozgina o'zgarish bilan, ozgina farq bilan hozirgi qora molimizning vazni 440-460 kg atrofida.